Təklimakan qumluqi kirsi chiqqili bo'lmas joy. Qadimdan hozirgacha u nurg'un karvonlarni yutib o'tgan. Shunga kishilar uni Halokat dengizi deb atashgan. U Janubiy Shinjongning Tarim o'ymonligiga joylashgan bo'lib, sharqdan g'arbga bo'lgan uzunligi taxminan 1000 kilometr keladi. Janubdan shimolga kengligi taxminan 400 kilometrdan oshadi. Umumiy ko'lami 337.600 kvadrat kilometr kelgan bo'lib, davlatimizdagi eng cho'ng qumliq. Sahroyi kabir qumligidan qolsa, dunyo bo'yicha ikkinchi cho'ng ko'chma qumliq hisoblanadi. Təklimakan qumliqi dunyodagi har qaysi cho'ng qumliqlar ichidagi eng sirliq, eng eziqtirish kuchiga ega qumliqlarning biri. Tadqiqotchilarning tekshirishicha, qumliq yer ostida suv boyligi mo'l bo'lib, uni qazishga bo'lganligi bayqalgan. Suv boyligi bo'lg'achqa, hayotlik ilmi tekshirish elib berilib, hayotlik cheklangan rayon nazariyasi og'dirib tashlangan. Bepoyon qumliqda hozirgacha bayqalgan qadimiy shaharlar xarobisi intayin ko'p. Mana mushundaq bir sirliq joyda yana bir ajoyib sirliq jonliqmi qadimdan savdo karvonlari uchun qumliq kemasi bo'lib, poyonsiz qumliqning jafo mushaqqatlari bilan ilishib, tarix sahifasidan o'rin olgan. Udal Töge. Qumliqdagi tabiiy sharoit shuncha nachar va hech qanday yemaklik yo'q bo'lgan bir oy ichida Tögining hayotiga hech qanday xavf yetmaydi. Ularning suvga bo'lgan talabi 2 haftadan eshib ketmaslar davomli olg'a ilgirlab meniverdi. Uning sirtqi badan tuzilishimi bir qadar afzallikka ega bo'lib, topini qalin go'z selinchisidan tuzilgan. Bu qizishning oldini elib qolmay, yana uning qumliqda normal yo'l yurishiga kapolatlik qiladi. Uning kirpigi uzun ham quyuq, burun teshikchisini har vaqt itib oladi. Quloq ham ko'z atrofidagi tuklari uzun o'sgan. Mana bu alohidliklarning hammasi uning qumbarandan saqlanishiga moslashtirilgan. Uning dumba qismida 1 yoki 2 lokisi bo'lib, lokidagi maylar uzun vaqt suv va yemeklikdan ayrilgan chog'da uni davomli energiya bilan ta'minlab berish rolini o'ynaydi. U mana mushundaq afzalliklardan foydalanib, qumliq ichida qadimdan tortib hozirgacha sonsizlagan karvonlarni manziliga yetkazish orqali insonlarning yaqin do'stiga aylangan.